Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga o'simlik shiralari, ya'ni afiditlar to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Mana bu yashil hasharotchalar, bular o'simlik shiralari, yonida chumolilar yuribdi. Nima uchun chumolilar ko'p? Chunki biologiyada buni simbioz yashash deyiladi. Ya'ni hamkorlikda yashash. Shiralardan chiqqan suyuqlik orqali chumolilar oziqlanadi. Shu sababli shiralar yerga tushib ketsa, ularni yana qaytarib daraxt uchlariga olib chiqib qo'yadi yoki turli xil yirtqich hasharotlardan chumolilar shiralarni himoya qiladi. Sizdan ugina, bizdan bugina. Buni fanda simbioz deydi. Hamkorlikda kelishib yashash. Bu shiralar yosh ko'chatlarda juda ham kuchli zarar yetkazadi. Keng tarqaladi. Sabzavot ekinlarida, pomidor, bodring, umuman turli xil ekinlarda keng tarqaladi. Agar sizda ham shunaqa holat kuzatilayotgan bo'lsa, shu videoni tagida bunga qarshi kurash usullarini tashlab qo'yaman. O'zingizni va bog'ingizni asrang.